Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Yangi qonun kuchga kirdi va bu o'zgarish faqat yuristlar yoki tadbirkorlarga emas, oddiy fuqarolarga ham bevosita ta'sir qilishi mumkin. Ko'pchilik qonun o'zgarganini kech biladi. Keyin esa jarima, hujjat muammosi, sud, qarzdorlik yoki davlat xizmatlarida rad javobi bilan duch keladi. Shuning uchun bu ma'lumotni hozirroq bilib olish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men qanday o'zgarish bo'lganini, kimlar ehtiyot bo'lishi kerakligini, kimlar xavotir olmasa ham bo'lishini va amalda nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy tushuntirishlar sizga pul, vaqt va asabni tejab qolishi mumkin. Avval bir narsani aniq qilib olaylik. Yangi qonun kuchga kirishi degani hamma narsa bir kunda tubdan o'zgarib ketdi degani emas. Lekin ayrim majburiyatlar, muddatlar, jarimalar, hujjat topshirish tartibi yoki fuqarolarning huquqlari yangilanadi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odamlar men bilmagandim deb o'ylaydi. Lekin qonun nuqtai nazaridan bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Aynan shu joy eng xavfli. Oldin ko'p holatlarda fuqaro yoki tadbirkor ishni eski tartib bo'yicha qilardi. Masalan, ariza qog'oz shaklida topshirilar edi. Xabarnoma pochta orqali kelardi. Ayrim holatlarda ogohlantirish berilib, keyin jarima qo'llanardi. Endi esa ko'p jarayonlar elektron tizimga o'tyapti. Muddatlar qisqaryapti. Ayrim majburiyatlar aniq belgilanyapti. Masalan, ilgari kimdir menga xabar kelmadi deb bahslashishi mumkin edi. Hozir esa shaxsiy kabinet, SMS, elektron pochta yoki davlat xizmatlari portali orqali yuborilgan xabarnoma ham rasmiy xabar sifatida qaralishi mumkin. Demak, telefon raqamingiz eskirgan bo'lsa, elektron pochtangiz ishlamasa yoki portalga kirmasangiz, bu sizning muammoingizga aylanishi mumkin. Yana bir muhim o'zgarish shuki, yangi tartiblar ko'pincha nazoratni kuchaytiradi. Bu faqat jazolash uchun emas. Davlat tizim hujjatlarini, qarzlarni, mulkni, shartnomalarni va majburiyatlarni bir-biriga bog'lab boradi. Masalan, sizda eski jarima bor, siz uni unutgansiz. Avval bu yillar davomida sezilmasligi mumkin edi. Endi esa avtomatik tizim orqali davlat xizmatidan foydalanmoqchi bo'lganingizda avtomobilni rasmiylashtirganda, hujjat olganda yoki bankdagi ayrim amaliyotlarda bu qarzdorlik ko'rinib qolishi mumkin. Natijada siz rejalashtirgan ish to'xtaydi. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Bu o'zgarishdan kimlar xabardor bo'lishi shart? Birinchi navbatda, hujjat bilan ishlaydigan har bir fuqaro, uy-joy oldi sotisi, avtomobil rasmiylashtirish, meros, aliment, kredit, tadbirkorlik, ijara, soliq, jarima, subsidiya, nafaqa, moddiy yordam yoki davlat xizmatlari bilan bog'liq ish qilayotgan bo'lasangiz, yangi qonun sizga tegishi mumkin. Chunki bugungi kunda deyarli har bir huquqiy munosabatda muddat, hujjat va elektron iz bor. Oddiy misol olaylik. Bir fuqaro avtomobilni sotmoqchi. U mashina topdi, xaridor bilan kelishdi. Narx 20 million so'm. Notarius yoki tegishli rasmiylashtirish jarayoniga borganda ma'lum bo'ldiki, sotuvchining 2 million so'mlik eski jarimasi yoki ijro hujjati bo'yicha qarzi bor. Avval u bu qarzni bilmagan, chunki manzil o'zgargan, xabarnoma eski joyga ketgan. Endi esa tizimda qarz ko'rinib turibdi. Natija nima? Bitim kechikadi, xaridor fikridan qaytishi mumkin, narx tushishi mumkin. Demak, yangi tartibning amaliy oqibati shuki, siz katta ishni boshlashdan oldin o'z huquqiy holatingizni tekshirishingiz kerak. Ikkinchi misol. Tadbirkor do'kon ochgan. Ijara shartnomasi bor, lekin ayrim ruxsatnomalar, soliq hisobotlari yoki kassa bilan bog'liq talablar eski tartib bo'yicha yurgan. Yangi qonun yoki yangi tartib kuchga kirgach, elektron hisobot muddatda topshirilmasa, tizim avtomatik kechikishni qayd etadi. Oldin inspektor kelib ogohlantirardi, tadbirkor keyin to'g'rilab qo'yardi. Endi esa kechikish darhol ko'rinadi. Masalan, hisobot 5 kun kechiksa, jarima qo'llanishi yoki hisob varaqlar bo'yicha cheklov paydo bo'lishi mumkin. Bu yerda muammo shunchaki pulda emas. Tadbirkorning obro'si, bankdagi ishonchi, hamkorlar bilan shartnomasi ham ta'sirlanadi. Uchinchi misol. Aliment yoki qarzdorlik masalasi. Bir ota aliment to'lovini norasmiy tarzda qo'lma-qo'l berib yurgan. U men pul berib yuribman deb o'ylaydi. Lekin huquqiy jihatdan qaralsa, to'lov rasmiy tasdiqlanmagan bo'lsa, keyin qarzdorlik hisoblanib qolishi mumkin. Yangi tartiblar bunday holatlarda elektron ijro, bank orqali to'lov, kvitansiya va tasdiqlovchi hujjatning ahamiyatini oshiradi. Agar oyiga 20 million so'mdan 12 oy pul bergan bo'lsangiz, lekin dalil bo'lmasa, 12 million so'mlik nizoga tushib qolishingiz mumkin.
Shuning uchun har bir to'lov hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. 4-misol uy-joy ijarasi. Ko'pchilik ijara shartnomasini og'zaki qiladi. O'zimiz kelishdik, muammo yo'q deydi. Lekin yangi tartiblar soliq, ro'yxatga qo'yish, yashash manzili, kommunal to'lovlar yoki nizolar bo'yicha rasmiy shartnomani muhim qiladi. Agar ijarachi 3 oy pul to'lamasa, uy egasi sudga boradi. Sud esa birinchi navbatda shartnoma bormi, to'lov qanday kelishilgan, dalil bormi deb so'raydi. Og'zaki kelishuvni isbotlash qiyin. Demak, yangi sharoitda ishonch yaxshi, lekin hujjat undan ham muhim. Kimlar xavotir olishi kerak? Men birinchi navbatda 3 guruhni aytaman. Birinchisi, faol moliyaviy va huquqiy amaliyot qilayotganlar, mashina olayotgan, uy sotayotgan, kredit olayotgan, biznes yuritayotganlar. Ikkinchisi, eski qarzlari, jarimalari, sud ishlari, aliment majburiyati yoki ijro hujjatlari bo'lishi mumkin bo'lganlar. Uchinchisi, hujjatlari tartibsiz bo'lganlar, manzili o'zgargan, telefon raqami almashgan, pasport yoki ID ma'lumotlari yangilangan, lekin tizimlarda yangilanmagan shaxslar. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi? Agar sizning barcha hujjatlaringiz joyida bo'lsa, qarzlaringiz yo'q bo'lsa, davlat xizmatlari portalidagi ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, shartnomalaringiz rasmiy bo'lsa, to'lovlaringiz bank orqali yoki kvitansiya bilan amalga oshirilsa, siz uchun xavf ancha past. Lekin bu umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Yiliga kamida bir marta o'zingizga tegishli asosiy ma'lumotlarni tekshirib turish foydali. Jarimalar, soliq qarzi, ijro qarzi, kadastr, avtomobil, bank majburiyatlari, telefon raqami va yashash manzili. Endi istisnolar, tuzoqlar ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Eng birinchi nozik jihat. Qonun kuchga kirgan sana bilan huquqiy oqibat boshlanadigan sana har doim bir xil bo'lmasligi mumkin. Ba'zi normalar e'lon qilingan kundan kuchga kiradi. Ba'zilari 1 oy yoki 3 oy o'tib qo'llanadi. Ba'zilari esa alohida nizom tasdiqlangandan keyin ishlay boshlaydi. Shuning uchun men doim bitta savolni beraman. Aynan qaysi norma qachondan boshlanmoqda? Faqat qonun chiqdi degan xabar yetarli emas. Ikkinchi nozik jihat. Eski holatlarga yangi qonun qanday ta'sir qiladi? Odatda qonun orqaga qaytib qo'llanmaydi. Ya'ni ilgari bo'lib o'tgan ishga keyingi talabni qo'llash adolatli emas. Lekin davom etayotgan munosabatlar bor. Masalan, ijara shartnomasi 2023 yilda tuzilgan, lekin 2025 yilda ham davom etyapti. Yangi tartib kuchga kirsa, shartnomaning kelajakdagi qismiga ta'sir qilishi mumkin. Yoki kredit eski olingan, lekin to'lovlar hozir davom etyapti. Demak, men buni eski qonun paytida boshlaganman degan gap har doim ham to'liq himoya qilmaydi. Uchinchi tuzoq, ogohlantirish bilan jarimani aralashtirish. Ba'zi odamlar birinchi marta bo'lsa, faqat ogohlantirish berishadi deb o'ylaydi. Bu hamma holatda to'g'ri emas. Ayrim qoidabuzarliklarda birinchi holatdayoq jarima qo'llanadi. Ayrimlarda esa qoidabuzarlik bartaraf etilsa yengillik bo'lishi mumkin. Masalan, hujjatni 10 kun ichida topshirish kerak bo'lsa, 11 kuni topshirganingiz baribir topshirdim-ku, baribir yopmasligi mumkin degani bilan masalani yopmasligi mumkin. 4-chi nozik jihat, elektron xabarnoma. Ko'pchilik qog'oz xat olmadim, demak xabar berilmagan deb o'ylaydi. Lekin hozirgi tizimlarda elektron shaklida yuborilgan xabar ham ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Agar sizning telefon raqamingiz boshqa odam nomida bo'lsa, SMS kelmasa, shaxsiy kabinetingizga kirmasangiz, elektron pochtangiz ochilmasa, bu amalda sizni muammoga olib keladi. Ayniqsa sud, ijro, soliq, jarima va davlat xizmatlari masalalarida xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirish katta xato. 5-chi nozik jihat, hujjatdagi kichik xato katta oqibat beradi. Ism familiyada bitta harf xato, tug'ilgan sana noto'g'ri. Kadastr raqami chalkash, shartnomadagi summa raqam bilan boshqa, so'z bilan boshqa yozilgan bo'lsa, keyin bu nizo keltirib chiqaradi. Masalan, shartnomada 50 million so'm deb raqam bilan yozilgan, lekin so'z bilan 55 million deb ketgan. Tomonlar janjallashsa, qaysi biri to'g'ri degan savol paydo bo'ladi. Shuning uchun hujjatni imzolashdan oldin 5 daqiqa ko'proq o'qish, keyin 5 oy yugurib yurishdan yaxshiroq. 6-chi nozik jihat, qarindoshlar o'rtasidagi kelishuvlar. Akam bilan kelishdim. Ukamga mashinani berdim. Singlim uyda yashab tursin dedim. Kabi holatlarda odamlar hujjat qilmaydi. Lekin keyin meros, ajrim, qarz, o'lim, kasallik yoki oilaviy nizo chiqsa, hammasi murakkablashadi. Yangi tartiblar shaffoflikni oshirgani sari rasmiy hujjatning ahamiyati ham oshadi.
Qarindoshlik ishonchni anglatadi. Lekin huquqiy himoya uchun yozma kelishuv kerak. 7-tuzoq. İnternetdagi eski maslahatlar. Siz bugun biror muammo bo'yicha qidiruv qilsangiz, 2-3 yil oldingi maqola. Eski video yoki bekor qilingan tartib chiqib qolishi mumkin. Odam esa shunga ishonib harakat qiladi. Men tavsiya qiladigan yondashuv oddiy. Huquqiy masalada har doim sanaga qarang. Maqola qachon yozilgan? Qonun qachon o'zgargan? Rasmiy manbada oxirgi tahrir qachon? Agar bu savollarga javob yo'q bo'lsa, bunday maslahatga to'liq tayanmang. 8-nozik jihat, hamma shunday qilyapti degan fikr. Amaliyotda ko'p odamlar qonunni emas, atrofdagilarni ko'rib ish qiladi. Masalan, hamma ijara shartnomasini rasmiy qilmaydi. Hamma qo'lma-qo'l pul beradi. Hamma xodimni norasmiy ishlatadi, hamma jarimani keyin to'laydi. Lekin tekshiruv kelganda yoki nizo chiqqanda hamma shunday qilgan degan gap huquqiy himoya bo'lmaydi. Javobgarlik har bir shaxsga alohida qo'llanadi. Endi eng kerakli qism, siz hozir nima qilishingiz kerak. Men buni oddiy, amaliy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingizga tegishli rasmiy ma'lumotlarni tekshiring. Davlat xizmatlari portali, soliq tizimi, jarimalar bo'yicha xizmatlar, ijro qarzdorligi bazasi. Kadastr va avtomobil ma'lumotlarini ko'rib chiqing. Agar elektron raqamli imzo yoki mobil identifikatsiya kerak bo'lsa, uni rasmiylashtiring. Bu bugun ortiqcha ish deb tuyuladi, lekin ertaga katta muammoni oldini oladi. Ikkinchi qadam, telefon raqamingiz va elektron pochtangizni yangilang. Davlat xizmatlari, bank, soliq, ish joyi shartnomalar va boshqa muhim tizimlarda qaysi raqam ko'rsatilganini tekshiring. Agar eski raqam qolgan bo'lsa, xabarnoma sizga yetib kelmasligi mumkin. Ayniqsa boshqa odam nomidagi sim kartadan foydalanayotgan bo'lsangiz, bu xavfli. Imkon qadar o'z nomingizdagi raqamni ishlating. Uchinchi qadam, qarz va jarimalarni aniqlang. Sizda 1.000 so'mlik jarima bo'lishi mumkin, lekin vaqtida to'lanmasa, ijro xarajatlari, cheklovlar yoki boshqa oqibatlar paydo bo'ladi. Masalan, chet elga chiqish, avtomobil rasmiylashtirish. Ayrim davlat xizmatlaridan foydalanish vaqtida muammo chiqishi mumkin. Kichik qarzning katta rejangizni buzishiga yo'l qo'ymang. 4-qadam, shartnomalarni yozma qiling. Uy ijarasi, qarz berish, oldi sotdi, xizmat ko'rsatish, ta'mirlash, sheriklik, xodim bilan kelishuv, aliment yoki boshqa muntazam to'lov bo'lsa, barchasini hujjat bilan tasdiqlang. Qarz berganda falon sanada falon shaxsdan falon miqdorda pul oldim, falon sanagacha qaytaraman degan mazmunda tilxat bo'lishi kerak. Yaxshiroq variant bank o'tkazmasi va yozma shartnoma. Pulni naqd bergan bo'lsangiz, kamida guvoh va tilxat bo'lsin. 5-qadam. Hujjatlarni bitta joyga jamlang. Pasport yoki ID karta nusxasi, nikoh yoki ajrim hujjati, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, kadastr hujjatlari, avtomobil hujjatlari, shartnomalar, bank to'lovlari, sud qarorlari, ijro hujjatlari, soliq ma'lumotlari. Bularni qog'oz shaklida alohida papkada saqlang. Elektron nusxasini esa xavfsiz joyda saqlang. Telefon yo'qolsa yoki buzilsa, muhim hujjatlar ham yo'qolib ketmasin. 6-qadam, ariza yozishda aniq yozing. Iltimos, masalamni hal qilib bering degan umumiy ariza ko'pincha yetarli emas. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlar, muammo qachon boshlangan, nima talab qilayotganingiz, qaysi hujjatlar ilova qilinayotgani aniq ko'rsatilishi kerak. Masalan, mendan undirilgan jarimani qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Chunki xabarnoma menga yuborilmagan. Ilova sifatida yashash manzilim o'zgargani tasdiqlovchi hujjatni taqdim etaman deb yozish ancha kuchliroq. 7-qadam, muddatlarni o'tkazib yubormang. Huquqda muddat eng katta masalalardan biri. Shikoyat qilish uchun in kun, in 5 kun, in oy yoki boshqa muddat belgilangan bo'lishi mumkin. Agar siz keyin boraman deb yuraversangiz, keyin shikoyatingiz ko'rilmasligi yoki tiklash uchun alohida asos talab qilinishi mumkin. Shuning uchun xabar olgan kuningizni, hujjat topshirgan sanani, javob kelgan sanani yozib boring. 8-qadam, rasmiy manbadan tekshiring. Qonunlar, qarorlar, nizomlar va rasmiy tushuntirishlarni tegishli davlat organlari saytlari, rasmiy huquqiy axborot bazalari yoki davlat xizmatlari orqali tekshiring. Telegramdagi noma'lum kanal. Tanishning gapi yoki eski video asosida muhim qaror qabul qilmang. Agar masala katta, pul, uy-joy, sud, biznes yoki oilaviy majburiyat bilan bog'liq bo'lsa, mutaxassis bilan maslahatlashish kerak. 9-qadam, nizo chiqsa, hissiyot bilan emas, dalil bilan harakat qiling. Telefon yozishmalari, kvitansiya, shartnoma,
guvoh, foto, video, bank cheki, rasmiy javob, ariza raqami, pochta kvitansiyasi kabi dalillarni saqlang. Men ko'p ko'rganman. Odam haq bo'ladi, lekin dalili bo'lmaydi. Sud yoki davlat organi esa men bilaman, u menga aytganda hamma ko'rgan degan gap bilan emas, dalil bilan ishlaydi. 10-qadam muammoni cho'zmang. Agar sizga xabarnoma kelsa, qarz ko'rinsa, hujjatda xato topsangiz yoki arizangiz rad etilsa, darhol harakat qiling. Ko'p muammolar boshida oson hal bo'ladi. Masalan, hujjatdagi xatoni 3 kunda tuzatish mumkin bo'lgan paytda murojaat qilmasangiz, keyin u oldi sotdi, meros yoki sud ishiga ulanib ketadi. Shunda vaqt ham, xarajat ham ko'payadi. Demak, yangi qonun kuchga kirgani oddiy xabar emas. Bu sizning hujjatlaringiz, qarzlaringiz, shartnomalaringiz. Davlat xizmatlaridan foydalanishingiz va kundalik hayotingizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan amaliy masala. Men sizga eng muhim fikrni aytaman. Bugungi kunda huquqiy xotirjamlik tasodifan kelmaydi. Hujjatni tekshirish, muddatni bilish, to'lovni rasmiy qilish, xabarnomani e'tiborsiz qoldirmaslik va kerak bo'lsa vaqtida ariza yozish kerak. Agar siz hozir o'z ma'lumotlaringizni tekshirsangiz, shartnomalaringizni tartibga solsangiz va rasmiy xabarlarga e'tiborli bo'lsangiz, ko'p muammolarning oldini olasiz. Agar e'tiborsiz qoldirsangiz, kichik xato katta jarima, kechikkan bitim. Sud nizosi yoki ortiqcha xarajatga aylanishi mumkin. Sizningcha yangi tartiblar oddiy fuqarolar uchun qulaylikmi yoki qo'shimcha mas'uliyatmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men keyingi videolarda ham qonunlardagi muhim o'zgarishlarni oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib boraman.